Assalomu alaykum. Alloh yaratgan tabiat qaranglar. Hamma ko'kalam. Ko'ryapsizlar. Mana shunaqa zo'r gul otibsa, buni keyin ko'rsataman. Bu guldan atir yasashar ekan. Bir oydan keyin ochiladi. Dub darog'imiz. Hamma ko'kalam. Harorat +10. Uy Saxalin Охотский degan joydamiz. Bu yog'imiz 1 gektar o'rmon. Bu yoq uy nimalar 1,5 gektar. Общий 2,5 gektar. Hisoblab chiqdim, 240 ga 100 akayin. Shunda 2,5 gektar bo'ladi. Примерно. Bu yog'imiz o'zida. Bu yog'imiz buni ko'chadan chiqsa dengiz. O'zida tarafga chiqamiz hozir. Tabiatni qaranglar. Shunday o'tlar bor ekan, quyoshda o'sadi, bittasi yomg'irda o'sadi, bittasi tuman tushganda o'sadi, bittasi havo ayniganda o'sadi. Bir-biriga xalaqit bermaydi-da o'tlar ham. Alloh shunday yaratgan ekan. Hamma ko'kalam zo'r. Havolar salqin. Allohning mo'jizasi. Mana archalar ham, tuplar ham bir-biriga xalaqit bermaydi. Xalaqit bergan chiq qilib inson zoti kesib turamiz. Chiqamiz xudo xolasa. Bismillah. Sas etdi emas. Bu ham qishgacha turadi olib kelib.